Assalomu alaykum, Agroto Holding kompaniyasining kuzatib boruvchilari. Mana bugun Zafar akam Oltiariqdan kelib turib, Farg'ona viloyatidan Solis 50-60 traktorni xarid qildilar. Anchadan beri 1 yil, 2 yildan beri bu traktorni havas qilib, sog'inib yurardik. Mana Xudoga shukr, Xudo yetkazdi. Mana bugun olib qaytyapmiz uyga. Shu akalarga rahmat, mana yordam berishdi, olishdi. Traktor kelib, mana siz aytganingizki, videoda ko'rib yurgansiz 1 yil davomida. Qanaqa ko'rgansiz videoda? Videoda ko'rganimda sal boshqacharoq edi. Bu yaqindan ko'rgach boshqacha ekanda darrov. Traktor haydagansiz shuncha yildan beri, mana 10 yildan beri haydab yurasiz. Traktor kuchini his qildingiz, to'g'rimi aka? Xo'p, endi sizga mana ko'pchilik savol tug'iladi, ya'ni traktor bilan nima qo'shib berasiz? Sizga mana 3 martalik moy filtri, 3 martalik gidrofiltr va 1 martalik remen va sizga yana qo'shimcha bu yerda mana o'zini kulichlari va mana o'zini, ya'ni yo'riqnomasi. Traktorning yo'riqnomasi bor. Mana Solis 45, 50, 60 traktorlar bir xilligi uchun yo'riqnomasi bor va siz uchun Agroto Holding kompaniyasining futbolkasi, logotip tushirgan futbolkasini beramiz. Zafar aka, yana bitta sizga savolim bor. Nega aynan Solis 50-60 5 kabina traktorni xarid qilib oldingiz va aylanma 3 korpusli puldi bilan? Bizga rosa qulay aylanma pullik. Traktor ham rosa qulayligi uchun shuning uchun oldik. Bog'laychiga ishlatamiz. Uzunzoringiz bor. Uzunzorlaychiga. Ya'ni o'sha siz aytgandingizki 2 metrdan oshiqroq uzunzori bor. Shuning uchun kabinasi olib ishlataman. Bundan tashqari boshqa ishlarda ham ishlataman. Boshqa ishlarda ham. Kimga shunaqa traktorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, bizga aloqaga chiqinglar.